Ammasini to'yiga bitta ko'ylak kiysa, xolasi to'y qiladigan bo'lsa boshqa ko'ylak kiyaman deydi. Nima qilib qo'ydingiz menga deydi. Eriga menga nima qilib qo'ydingiz degan ayolni oxirati qoladi deb o'ylaysizmi? İnternetdagi statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyoda 1,5 milliarddan oshiq odam ocharchilikda yashaydi. Juda katta millioni janjal bo'layotgan joylarda yashaydi. Agar hali internetda o'qiganim rost bo'ladigan bo'lsa, har 7 sekundda bitta go'dak ochlikdan o'lar ekan dunyoda. Turib tagiga son yozib qo'yibdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o'ldi deb yozib qo'yibdi. Non deb o'lyapti. Bugun shu hayotimizga shukr qilmayotganlar kimlar bular? Vijdonsiz, noinsof, noshukr, nonko'r odamlar.